Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bu videoda sizlar bilan Huntme platformasidagi My Applications hamda Saved bo'limlarini ko'rib chiqamiz. My Applications bo'limida sizlar ariza topshirgan ish o'rinlari ro'yxati turadi. Shu bo'limdan sizlar ularni boshqarishingiz mumkin. Tepada bizada bir qator filtrlar bor. Birinchisi pending, ikkinchisi rejected, interview, offer sent, hired va AI interview filtrlari, ya'ni kichik bo'limchalari. Pending bo'limidagi ko'rib turgan vakansiyalar, bular siz ariza topshirgan vakansiyalar, lekin kompaniyalar sizlarni arizanglarni hali ko'rib chiqmagan bo'lsa, shu birinchi bo'limchada turadi. Keyingisida rejected, bu bo'limda siz ariza topshirgan ish o'rinlarini e'lon qilgan kompaniyalar sizni arizangizni inkor qilsa, ya'ni reject bossa, ularni ro'yxati shu yerda ko'rinadi. Keyingisi bu interview. Arizangizni interview qismigacha olib borgan kompaniyalar ro'yxati. Ya'ni siz ariza topshirasiz kompaniyalarga va o'sha kompaniyalar sizni intervyuga taklif qilishadi. Ana o'sha intervyuga taklif qilgan kompaniyalar ro'yxati mana shu bo'limda ko'rinib turadi. Offer sent. Kompaniyalarga siz ariza topshirasiz va ular sizni kandidaturangizni ko'rib chiqishadi. Intervyuga taklif qilishadi. Intervyudan o'tganingizdan keyin agar siz ularga ma'qul kelsangiz, sizga job offer jo'natishadi. Ya'ni ishga olinishga taklif jo'natishadi. Va o'sha taklif jo'natgan kompaniyalar ro'yxati mana shu bo'limda turadi. U kompaniyalarni, ya'ni o'sha sizga jo'natilgan takliflarni qayerda ko'rsangiz bo'ladi. Notification bo'limiga o'tasiz. O'tganingizda sizga kelgan barcha xabarlar shu bo'limda turadi. Ko'rib turganingizdek, birinchisida bizga AI interview invitation kelgan, ya'ni intervyuga taklif jo'natishgan. Ana o'sha taklif mana shu yerda ko'rinadi va agar siz intervyudan o'tmoqchi bo'lsangiz, shu tugma orqali o'tasiz. Xuddi shunday mana ishga olinishga taklif jo'natilgan, uchinchi email ko'rib turgan bo'lsangiz, job offer received, ya'ni siz taklif oldingiz va o'sha taklifni ko'rib chiqish uchun shu tugmani bosasiz. Sizga berilayotgan taklif dispetcherlik lavozimiga kompaniya nomi yozilmagan, ya'ni kompaniya o'z nomini bekitgan sizdan ular taklif qilayotgan oyligi va shu taklif yo'qqa chiqish muddati 27 noyabr. Ya'ni siz ko'rib turgan bu taklif hozirda уже mavjud emas. Kompaniya o'zligi belgilashadi. Ya'ni sizga taklif jo'natgandan keyin shu taklifim 2 kun ichida aktiv bo'lsin yoki 3 kun ichida 7 kungacha aktivlik muddati bor. Shundan birortasini kompaniya tanlaydi va sizga jo'natadi. Shu 2 kun yoki 7 kun ichidagina siz bu taklifni qabul qilish imkoniyatiga egasiz. Bu vaqt o'tib ketgandan keyin siz bu taklifni qayta qabul qila olmaysiz. Ya'ni taklif o'z kuchini yo'qotadi. Yana shu My Applications bo'limiga qaytamiz. Offer sentni ko'rib chiqdik. Hired bo'limi, bu bo'limda sizni ishga olgan kompaniyalar ro'yxati, ya'ni siz ishlab ketgan kompaniyalar ro'yxati. Keyingisi AI interview. AI interview va intervyuning farqi nima? Interview bo'limida sizga 2 xil intervyuga taklif keladi. Ya'ni kompaniyalar 2 xil tarzda intervyu o'tkazishadi. Premium job offer bo'lsa agar, ko'rib turganingizdek bu job offerimiz bu premium job offer bo'lsa agar, kompaniyalarda shunaqa imkoniyat bor. Sun'iy intellekt sizlar bilan SMS orqali suhbat o'tkazadi va o'sha suhbatdan qanchalik o'tishingizga qarab kompaniyaga sun'iy intellekt sizni tavsiya qiladi yoki tavsiya qilmaydi. O'sha sun'iy intellekt bilan intervyu bor platformamizda, hamda sun'iy intellektsiz kompaniyani o'zini HR bo'limi bilan suhbat bor. Ana o'sha 2 xil intervyu aynan intervyu bo'limida turadi. AI intervyu bo'limida bo'lsa, faqatgina sun'iy intellekt bilan intervyuga taklif qilingan takliflar ro'yxati turadi. Xo'p, keyingi bo'lim bu saved bo'limi. Saved bo'limi shunchaki siz o'zingizga yoqqan vakansiyalarni saqlab qo'ygan bo'lsangiz, shu bo'limda turadi. Ya'ni find a job bo'limidan o'zingizga bironta vakansiyani ko'rasiz, uni agar siz yoqtirsangiz, unga keyinchalik ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, save knopkasini bosganingizda shu vakansiya sizda save bo'limida ko'rinadi.
Shu bilan, bu videoni tugatsak ham bo'ladi. O'ylaymanki, Handmade platformasi sizlarga ma'qul keldi. Barchalarni kutib qolamiz.